Assalomu alaykum. Biz yana navbatdagi tabiiyga keldik. Uy egalari aytdilarki, kotelda давленияsi tushib ketyapti deganlariga ochib qarasak, teplobменник teshilgan ekan, вторичный. O'shani hisobiga suv oqizayotgan ekan. Hozir buni ustalari kelib almashtirishadi. Sistemalari ham yaxshi emas ekan, hammasini yuvib, zakonni qilib berdik. Bizning kuzatishda davom etinglar. İzlerin ben topar İşon sensiz bir an ham yaşayolmayman Beguboning oldida bosh egaman Saratonga soya tunga oy kerakdek Mana hozir ancha isidi, issiq ishlayapti. Zokir, nima deysan shunga? Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aniqlab chiqamiz.